Assalomu alaykum azizlar. Bugun inshaalloh darsimiz davom etadi. Bugun 4-dars bozor strukturasi. Bozor strukturasi nima? O'tgan darsda eslatib o'tamiz. Biz trendlarni o'tgan edik. Uptrend, downtrend va nima? Yassi trendni o'tgan edik. Bugun inshaalloh bozor strukturalarini o'tamiz. Bozor strukturalari deganda nimani tushunamiz? Mana shular haqida inshaalloh batafsil aytib o'tamiz. Bizni kuzatib boring. YouTube, Instagram, Telegramda Top Muslim Traders. Demak, bizda bozor struktura deganimizda biz bozorda trendlar bor dedik. Ya'ni uptrend dedik. Agar pastga tushadigan bo'lsa downtrend va yassi trend. Endi biz uptrendda mana shu holatda ko'ramiz. Ya'ni umumiy holatda taqriban mana shunday uptrendlar mana shunday yuradi. Va buni biz bozorni strukturasi deymiz. Ya'ni bozor har doim to'g'ridan to'g'ri impuls bilan chiqib ketmaydi. Ya'ni biroz korreksiya berib chiqadi. Shu sababdan bizni asosiy bozorda e'tibor beradigan narsamiz ham shu. Ya'ni bozorni strukturasi buzilishligi bilan biz bozorga kirib olamiz. Biz umumiy holatda bozor strukturasini ikkiga bo'lib olsak bo'ladi. Tashqi struktura va ichki struktura. Tashqi struktura, misol uchun deylik, katta time frame'da turibmiz. Ya'ni 4 soatlik time frame'da va bozor impuls bilan chiqyapti, korreksiya beryapti. 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 Ya'ni biz odatda nima deymiz? Mana bu yerda maksimum deymiz. Ya'ni high deymiz. Mana buni high deymiz, ya'ni maksimum deymiz. Va pastkisini low deymiz. Bu yer maksimumdan ham yuqori bo'lganligi uchun nima deymiz biz? Bu yerni higher high deymiz. Ya'ni har doim bu yerni low deydigan bo'lsak, bu yerni nima deymiz? Higher high deymiz. Va bu yerda nima bo'lsa, bundan pastkisini higher low deymiz. Higher low deymiz. Mana shu tarzda bozor chiqib ketadi. Va har doim o'zidan oldingi maksimumini yangilaganda biz mana bu yerni nima deymiz? Boss deymiz. Har doim o'zidan oldinini yangilasa nima der ekanmiz? Boss deymiz. Ya'ni break of struktur. Ya'ni nima qildi? Strukturani buzib o'tdi. Ya'ni mana bu holatda buzdi. Ya'ni break of struktur bo'ldi. Mana shunday qilib nima qiladi? Yuqoriga qarab ketadi. Maksimum, minimum, maksimum, minimum. Endi qachonki bozor bu yerga keldida, kelib agar minimumini buzib ketadigan bo'lsa, mana bu yer nima bo'ladi? Choch hisoblanadi va strukturani endi nima qildi? Pastga qarab buzdi. Pastga qarab buzgan hisoblanadi. Va biz mana bu yerda nima deymiz? Choch deb olamiz. Ya'ni bu pastga qarab buzilishligi. Mana bu yuqori boss bo'lsa, bu pastga qarab choch bo'ldi. Endi agar har doim o'zidan oldingi minimumni pastga qarab buzadigan bo'lsa, bu nima qiladi? Endi katta ehtimol bilan bozor nima qiladi? Pastga qarab ketadi degan. Endi katta ehtimol bilan mana shunday bo'lib bozor pastga qarab ketadi degan. Va har doim bu yer boss bo'ladi. Ya'ni o'zini minimumini nima qildi? Yangilab oldi. O'zini minimumi mana shu holatda pastga qarab yangilab ketyapti. Endi xuddi shunday yuqoriga chiquvchisi ham yana mana bu yerdan agar deylik mana bu maksimumni buzib yuboradigan bo'lsa va qaytadigan bo'lsa, yuqoriga qarab ketadi odatda va mana bu yerda nima qilamiz? O'zidan oldingi maksimumini buzib o'tadigan bo'lsa akalar, down trendda biz buni choch deymiz. Xuddi shunday o'zidan oldingi minimumini up trendda o'zidan oldingi minimum buzib o'tadigan bo'lsa, biz buni choch deb ataymiz. Va bu yerda boss bo'lganligi sababdan ham endi katta ehtimol bilan nima? Bozor yuqoriga qarab ketadi. Bu bozorni tashqi strukturasi. Endi xuddi shu narsada bozorning ichki strukturasi bor.
Bozorni ichki struktura deganimizda biz mana bu 4 soatlik time frame'ni ichida bir qancha korreksiyalar bilan chiqqan hisoblanadi, to'g'rimi? Xuddi shu narsa o'ylang. Xuddi shunday bo'lib, ya'ni taqriban bozor nima bo'ladi? Bozor mana shunday bo'lib chiqib ketadi. Endi mana bu bozorning ichki strukturasi, mana bu bo'lsa tashqi strukturasi. Eng ko'p xato qilinadigan vaqtlar, misol uchun deylik, mana bu 4 soatlik time frame'da turgan bo'lsa, hali 4 soatlik time frame'da choch bo'lmagan bo'lsa, lekin mana bu yerda ko'rib turib odamlar nima deydi? Ko'p treyderda qiladigan xatosi, yangilarda qiladigan xatosi, choch hosil bo'ldi deb kichkina time frame'da bozorga kirib olishadi va bu oddiy откат hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerlarda kichkina time frame'da deylikki choch hosil qiladigan bo'lsa, ya'ni o'zidan oldingi xuddi mana bunday maksimumini nima qilgan bo'lsa, yangilab qo'ygan bo'lsa, kichkina ichki strukturada nima deydi? Choch deb o'ylab turib bozorga kirishadi va ko'p vaqt stopini olishadi. Shu sababdan bozorda choch qaysi haqiqiy choch, qanaqa bo'ladi? Bu keyingi darslarimizda imkon boricha tushuntirib o'tishlikka harakat qilamiz. Lekin bugungi darsimiz nima? Bozorning strukturasi, ya'ni tashqi struktura va ichki struktura. Tashqi struktura odatda kattaroq time frame'lar bilan, 4 soatlik time frame yoki kunlik yoki haftalik time frame'lar bilan nima qilinadi? Ko'rib chiqiladi. Ichki struktura bo'lsa yarim soat, 15 minut, 5 minut, 10 minutlik time frame'lar bilan ko'riladi. Ya'ni biz odatda misol uchun choch hosil qilsa ham darhol kirib olmaymiz. Kutamizki qachon откат beradi va mana bu yerda ham ichki strukturada agar sizga mana bu yerdan ichki strukturada tasdiq bo'lsa, deylik mana shunday bo'lib maksimumni yangilasa, undan keyin откат bersa, undan keyin bozorga kiriladi. Ya'ni bu yerda ham mana bu yerda ham choch hosil qiladigan bo'lsa, nima qiladi? Keyin bozorga kiramiz Allohning izni bilan. Va buni biz odatda mana bu holatda ko'rishligimiz ham mumkin. Bu yerda uptrendda xayr-low bilan chiqadi. Va mana bu taqriban mana bu downtrend hisoblanadi. Endi bu ideal bo'lmasligi mumkin. Biroz yuqori, biroz past yoki chekka impuls bilan chiqishi mumkin yoki biroz yassiroq shaklda chiqishligi mumkin. Va tushuvchi downtrendda ham xuddi shunday. Ya'ni lower high, lower low, lower high, lower low, ya'ni tushuvchini maksimumi, tushuvchini minimumi. Tushuvchini minimumini ham minimumi, tushuvchini maksimumini ham maksimumidan pastroq maksimum. Bu ham xuddi shunday holatda bo'ladi. Va agar nima bo'ladigan bo'lsa, yassi trend bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda bo'ladi. Bu yerda umumiy holatda maksimum minimumlar ko'p nima qilinmaydi. Odatda biz mana shu RSI indikator bilan ishlasa bo'ladi. Bunaqa holda inshaalloh darslarimiz davomida buni ham tushuntirib o'tamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh foydali ma'lumotlarni sizlarga berib borishlikda harakat qilamiz.